davlat rahbarining murojaatnomasini barcha darajadagi rahbarlar, shuningdek butun xalqimiz ham kutadi. Kutishiga asosiy sabab qanday bizning iqtisodiy hayotimizda bu yil qanday o'zgarishlar bo'ladi degan savol bo'ladi. Mana shu savolga davlatimiz rahbari aniq, ravshan qilib, qanday qo'shimcha yangiliklar, qanaqa imkoniyatlarimiz, qanaqa imkoniyatlar taqdim etilishini aniq, ravshan qilib belgilab berdilar. Albatta bu murojaatnomada eng asosiy ijro hokimiyati sifatida hokimlarning zimmasida bo'ladi. Men misol uchun Sirdaryo viloyati bo'yicha mana shu murojaatnomada aytilgan fikrlarning ijrosini ta'minlash birinchi navbatda Sirdaryo viloyati hokimlari, tuman shahar hokimlari, shuningdek Sirdaryo viloyatidagi tarmoq rahbarlarining hududiy boshqarmalarining zimmasida bo'ladi. Eng asosiysi shu murojaatnomadagi vazifalar xalqimiz hayotida, turmush tarzida o'zining ifodasini topishini amaliyotga joriy qilishimiz kerak va bular odamlarimizning turmush tarzida ko'rinishi kerak. Davlatimiz rahbarining murojaatnomalarida ham biz bunga yana bir bor ishonch hosil qildik. Biz yana bu masala bo'yicha o'zimizga o'zimiz ishonchimiz ortdi. Albatta bu marralarga erishamiz.